xonim desa erkaksan o'zing biladi. bilan gaplashganmiz. Qayerda gaplashganmiz men bilan? Mana bagina dugonamda efirga Aziz o'tirgan, Azizni orqasidan kelib so'kib ketgan, otni ko'tog'i deb. Sen erkakmisan, ayolmisan? To'g'ringni aytchi. Men bokiraman jonim, bokira. Ikkita ko't topishdilarda, ikkita ko't. Yo'q, bu ko't emas, bu erkak, men ayolman, jinni. Qani u ko'rinsin, qani kameraga ko'rinsin, qani. Bu haqiqiy mujik bu. Просто rol buniki. Tak men haqiqiy transseksualman. Bitta savolim borda, men ham shu davlatlar kezganman, Tailandlarni Boshlab ko'rganman. qo'ying, savol javob qilamiz, xo'p. Bo'ldi, mayli. Tailandlarga borganman, shu ko'p davlatlarni kezganman-da. Bilaman, sizni ham ko'rmagan davlatingiz qolmagan joniman. Jonim demay gapirgan, o'lay chiroyli muomalangda bo'lib gapiraver. Xo'p, aka. Aka sifatida gapiraman sizga, ayol bo'lib, xo'p. Shunday deb gapiraver. Shunday ahvolga tushishingga nima sabab bo'lgan? O'zingda qanaqadir erkaklik garmoni yetishmaganmi yo bo'lmasam o'zi kut bo'lish xohlaganmisan? Ana bu yoshligimda men xola endi yosh paytda uyda o'tirib qo'g'irchoq o'ynab o'tirardik. Keyin shu yerda bittasi meni ko'rib qo'ydi. Shundan keyin katta cho'choq yegim kelib, men ham shunday bo'lib ketdim. Qayerga qilib qo'ydi bittasi seni? Ko'tingizga qiladi, qayerga qiladi, og'zimga qilmaydi-ku, jonim. Mana seni kutingga sikishganmi yoshligingda? Yoshligimda emas, hozirgacha. Bu soch tabiiymi? Soch nima ko'timda junini kesib olib, kallamga uladim. Yo, tabiiy shuna o'stirganmiz yo parikmi? Shuna, конечно, sochim uzundik-ku. Bile. Astagfirullah. Nima gaplar? Meni efirimga kelib bitta muxlislaringiz Skvardi Sardor rekord o'rnatdi. Yana bir balo, nima rekord o'rnatib yuribsiz? Jalabchilik bo'yichami rekord? Nima bo'yicha? Ana senga jalba bordi. Hozir ketasan. Umrbodga bay. Qaysi mehmonxonada yotibsiz Sardor aka? O'zim uyimdama. Mana oldingdagi ham shunaqa ko't bo'lishni xohlaydimi? Yo'q, buniki rol uni neto tushunganlar neto tushunadi. Atak buniki men masalan yashayman-ku, birga bilaman buni ichki hissiyotlarini bilaman. Bu unaqa men sevgan qizi bor buni. Sizlar hozir qaysi davlatdasizlar? Biz hozir Moskva City'damiz. Men do'stim bo'lgani uchun do'stimning uyiga operatsiya bo'lishga kelganman Moskvaga. Hozir qo'pol bo'lsa ham-da bitta savol qiziqtiryapti. Bemalol meni yonimdan ham o'tmaydi, bezbetman men. Qo'taq bormi yo ham qo'ydirib olganmisan o'zi? Yo'q, men уже nima? Somsa qo'ydirganman. Istanbulda. Qanday kesib qo'yganmi? Siz ham borgandingiz, как раз Istanbulda edingiz o'sha paytlar. Ya astagfirullah, men buni joylarga bormaganman. Gap aytmoqchiman, nima? Sразу neto tushunasiz, joniman. Tavba. Shu paytlarda men ham shu paytda Istanbulda edim, keyin Istanbulda Ankara shahri bor, bilasizmi? Turkiyada. Shu yerda operatsiya bo'ldim. Operatsiya bo'lgandan keyin O'zbekistonga borib bittadan gul berib olinglar agar malol kelmasa akalar. Malol kelmasa bitta donadan rozichka. Men bunga bu gul so'raydi, o'l mozorda. Eshityapman. Keyin O'zbekistonga bordim, dokumentlarni o'zgartirdim-da, Moskvaga emchak qo'ydirishga kelgandim. O'zbekistonda qaysi viloyatidansan? O'zbekistonda Pokistonidanman. Pokizalar shahri. Yo'q, viloyat qaysi viloyatda tug'ilgansan O'zbekiston? Qashqadaryodan Surxondaryoga kelin ketar bo'lding Laylo. Mumkin emas. 444 to'g'rimi? Qarang, Sardor aka ko't bo'ladi. Qashqadaryoni Xivasini men bilaman-da, Qashqadaryoni Xivasini yoqtirmayman, men Xorazmdanman, Xivadan. Xorazmda? Meni kuzatadiganlar hamma biladi buni. Tavba, Yusir tog'o, rahmat. Voy, man tog'o, rahmat. Tog'o jonim boya ishonmadim, uzr, meni endi qo'shib qo'yaman. Podpiska qilib qo'ying. Sizni menda nima qo'ygan bilmadim, lekin sizni hayotingiz
juda ishkal to'g'risi. Bu dunyo yuzi u dunyo yuzi kuygan qizi. Ya güzel yesem oldimda, yemesem arkamda. Men degan çoçaqlar arkamda. Men degan erkekler arkamda yursa, yalinib. Puling bor. Akajonim hech nimang yo'q bo'lsin hayotda. Kisangda puling bo'lsin, ana senga hamma narsa topiladi. Do'st, yoram, qo'tog'im, boshqasi ham jonim. Hech xafa bo'lma. Xudo borligiga ishonasizmi? Xudo borligiga. Endi u hozir efiringizda o'tirgan bittasi sikishib kelib, omini yumagan, birisi cho'chog'ini yumagan. Xudo borligiga ishonaman, chunki meni peshonamga shu narsani yozib qo'ygan. Jalab bo'lishimda, shuning uchun jalab bo'lib ketganman. Astag'firulloh. Sog'lik, tavba qildim, tavba qildim. Ya astag'firulloh, tavba. So'kinsam blok bo'lyapman-da, shunga so'kinmayapman. Bu qanaqa kunlarga qolib ketdik, qanaqa kunlarga qolib ketdik. Kimlarga kunimiz qolib ketdi, o'g'illar, kimlarga? Qanaqa kunlarga qolib ketdik. Kimlarga kunimiz qolib ketdi, o'g'illar, kimlarga?